Diqqat, shoshilinch xabar. O'zbekistonning barcha viloyatlarida qanday ob-havo bo'ladi? Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. O'z viloyatingizda qanday ob-havo bo'lishini bilib olishingiz mumkin. Buning uchun video ostidagi podpiska va like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida havo biroz bulutli bo'ladi. 24-25 martda ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. 26 martda yog'ingarchilik kutilmaydi. Buxoro va Navoiy viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. 24-25 martda ba'zi joylarda yomg'ir yog'adi. 26 martda yog'ingarchilik kutilmaydi. Toshkent, Samarqand, Jizzax, Sirdaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Vaqti bilan yomg'ir yog'adi. 24-25 martda ba'zi joylarda kuchli bo'ladi. 24 martda ba'zi joylarda momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Vaqti bilan yomg'ir yog'adi. 24-25 martda ba'zi joylarda kuchli bo'lishi mumkin. 24 martda ba'zi joylarda momaqaldiroq bo'ladi. Andijon, Namangan, Farg'ona viloyatlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Vaqti bilan yomg'ir yog'adi. 24-25 martda ba'zi joylarda kuchli bo'ladi. 24 martda ba'zi joylarda momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Respublikaning tog'li hududlarida havo biroz bulutli bo'ladi. Vaqti bilan yomg'ir yog'adi. 24-25 martda ba'zi joylarda kuchli bo'lishi mumkin. Baland tog'li hududlarda qorga aylanishi mumkin.